can ask the flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Kombayn kes 140. Har xil o'tlarda, bedalarda, shunga o'xshash ekinlarda chotin orasiga, ya'ni quruq qo'radigan kombaynimiz mana yig'ib bo'ldik, tayyor bo'ldik. Hozir xaridorlar traktorda benim ko'zdan kechirishyapti va kombaynimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumaniga qarab sotildi. Mexaniklarimiz tushunchalar olib borishyapti. Hozir akalardan bir og'iz o'z fikrlarini so'rab qolamiz. Xo'sh, kombaynimiz kes 140 da hozir Shuhrat akamizdan bir og'iz o'zlarini fikrlarini kombayn haqida so'raymiz. Shuhrat aka, xormang aka. Qo'llab bo'lsin traktorda. Qo'llab rahmat aka. Kombaynlar ko'rib oldingiz aka. Shu xaridorlarga fikringizni bildirsangiz, mana kombaynda nimasi yoqdi sizga va qayerdan ko'rdingiz, qanaqa? Bir ko'rib qoluvdi, yoqtirib, shu olib ketyapmiz endi aka. Yerlarga rahmat. Yaxshi kombayn. Qulayliklar haqida nima deysiz? Ko'rdingiz mana oldingi KS100 dan bu KS140 farqi bor ekanmanchi? Bundan ko'ra yaxshi ekan. Endi tuzuk kilo qo'ysa yaxshi. Xo'sh, KS140 kombaynimiz 1 milliard 480 million so'm. Mana kimga shunaqa kombaynlar kerak bo'lsa, bizga pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Akam Shuhrat akamiz Yozyovondan beda o'rish xizmati bo'lsa, akaga ham telefon qilaverasizlar. Pastga akaning nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib kombayn haqida va biz haqimizda ma'lumot olsalar ham bo'ladi. KS140 kombaynimiz. Kimga shunaqa kombaynlar kerak bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqasiz. SNX vodiylarda kombayndan tashqari barcha texnikalarimiz sotuvda mavjud. I sit for hours,